Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Epic Play o'z kanali va bugun biz telefonda Minecraft uchun mod yasashni o'rganamiz. Uning uchun avvalo Play Marketga kirib olamiz. Play Marketga do'stlar. Va do'stlar, qidirishingiz kerak bo'ladi. Mam deb va mana bu chiqadi. Mam desangiz chiqadi yoki chiqmasa Addons Maker for Minecraft. Buni screenshot qilib qidirsangiz ham bo'ladi do'stlar. Uni men yuklab olganman va yuklab olganingizdan keyin sizlar ham o'rnatishingiz mumkin bo'ladi. Ammo internet kirishingizni maslahat beraman, bo'lmasa hammasi reklama bo'lib ketadi. Wi-Fi ni o'chirib qo'ydik va uning ichiga kiramiz do'stlar. Ancha oldin yuklab qo'yganman. Ko'rgan bo'lsangiz modlar haqida video ham chiqarganman. Kiradi, mana ko'rib turganingizdek mana shu modlarni yaratganman. Ko'rgan bo'lsangiz haligi super qilich, robot, haligi modlar ham shu yerda turibdi. Mana robot deb yasadim. Yaqinda uni boshqarsangiz ham bo'ladi, kilka. Endi mana bu yerdan qo'shuv belgisi turibdi do'stlar. Ko'rsangiz mana shu yerga bosasiz do'stlar. Bosganingizdan keyin bu yerda nimadan mod qilmoqchisan deydi. Tanlashingiz kerak. Shuncha narsa bor. Endi vizorni o'zgartirishingiz mumkin. Zirhlarni get free deganicha reklama ko'rishingiz kerak do'stlar. Haligi robotim. Shu robotni qilganman, shuning uchun hozir mashina qilib ko'ramiz do'stlar. Mashinaga kirganingizdan keyin mana bu yerdan qilishingiz shart. New Creative Mode mana shu yerni yoqishingiz kerak. Va mana bu yerdan Changer degan joyga kirib mashinani ko'rinishini o'zgartirishingiz mumkin. Albatta uning uchun reklama ko'rasiz. Faqat shuning uchun birinchi kreativni yoqamiz. Bu yerga nima qo'shishingiz mumkin mashinaga. Nima qo'ysak bo'ladi? Shunchaki mashina. Bu yerga ID yozishingiz kerak. Paykda nuqtagacha o'chirasiz. Mashina 001. Men 001 qilamiz. Bu yerda mana bu yerda uning tuxumini bo'yashingiz mumkin. Mana bu yerda yashil qilaylik. Mana yashil sariq. Load. Agar mashinadan epik narsalar qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerdan mana load degan joyda changerni bosib qo'shuvni mana bu yerdagi qo'shuvni bosasiz do'stlar. Hozir ko'rsataman. Mana bu yerdan ko'rgan bo'lsangiz-ku, hozir narsa chiqib, mana bu yerdagi qo'shuvni bosib o'sha narsani qilishingiz mumkin. Bu yerga qo'shasiz add-on team. Ko'rib turishingiz mumkin. Ko'rsatish uchun ham mana qilib qo'yaman. Mana bu. Chekirib buni o'ldirsangiz, mashinani buzsangiz, ichidan nima tushishini qilishingiz mumkin. Ichidan xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin. Kelinglar biz debris qilamiz. Bo'ldi. Qan debris bitdi. Yo'q, hammasini qilmadim. Debrisni o'zini bosib pastdagi kelib bosasiz, eng pastdagini bo'ldi. Tepadan mana bu belgini bosasiz do'stlar. Bo'ldi. Mana bu yerda o'sha tepa belgini o'rniga kelgan yangi narsani bosib bu yerdan chiqib ketasiz. Mana chiqadi. Mana birinchisi. Keyin bu yerda kerakli narsa nastroykalar mana bu yerda bo'ladi. Health 50 jon deyapti. 60 move speed mashina tezligi. Bir qilsangiz juda tez bo'lib ketadi. Shuning uchun 40 qilib qo'yamiz, 5 oshtiramiz. Bu yoqdagilarni o'zgartirsangiz ham bo'ladi, o'zgartirmasangiz ham bo'ladi. Nastroykalar juda ham ko'p. Attack deyapti, unga shart emas mashinaga. Endi buni bosamiz. Bo'ldi, mashinamiz tayyor. Mashina tayyor bo'lgandan keyin do'stlar, mana bu yerdagini bosasizlar. Mana bu yerdagini. Mana bu yerda. Agar shuni bosmasangiz bo'lmaydi. Uni bosib, bu yerga modni nomi mashina modi
va bu yerga xohlagan narsangizni yozishingiz mumkin. Vaqt ketkazmasdan shunday qilaman. Hozir bu yerda versiyasini telefoningizga moslab olasiz. Men 1.20 o'ynaman, ammo ko'pincha 19 qilib qo'ysam tushish ehtimoli bor. Tushish ehtimoli bo'lmasa ham, mana shu yerga modingiz uchun rasm tanlaysiz. Mod uchun rasm mana shuni qo'yib qilamiz. Mana do'stlar. Endi mana bu birinchi stagini bossangiz o'yinga kirib ketadi. Ikkinchi stagini bossangiz do'stlaringizga ulashishingiz mumkin. 3 bossangiz saqlanib qiladi modda, ammo hech narsa qilmaysiz. Ammo biz hozir birinchisiga kirib o'yinni modini sinab ko'ramiz do'stlar. To'g'ri o'zim Minecraftga olib kirib ketadi. Minecraftga olib kirib ketgandan keyin mana shu yerda biroz kutamiz do'stlar. Mana ko'rib turishingiz mumkin, mod qo'shildi deb tepada yozib keladi. Haligi biz tanlagan profil rasmini tog'lana. Endi bu yerda mod esa yangi zona yaratamiz. O'sha modni qo'shamiz. Flat tizimini yoqib qo'yamiz. Do'stlar, mana bu yerda eng pastda Experiments degan joyni yoqish kerak bu mod uchun. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek bu yerga kirasiz va mana bu birinchisini yoqmoqchi bo'lsangiz, qolgan bitta bosasiz, eng pastdagisini bosishingiz kerak. Mana shuni bosib, qolganlarini bosib chiqasiz. Qolganlarga so'ramaydi, faqat bittasini yoqmoqchi bo'lsangiz so'raydi. Keyin modni qayerdan qo'yishni bilmaydiganlar uchun ham mana bu yerda qo'yib kirasiz. Hozirda zombi apokalips modlar qanaqa bor, rudalar. Va bizga hozir yasagan mashinamiz kerak xolos, uni olamiz. Tepasiga chiqamiz. Bitta tepasidagi qo'shilganlarni va zonani ichiga kiramiz do'stlar. Zonani ichiga kirgandan keyin o'sha modimizni to'g'ib kirishimiz mumkin. Mashinamizni minishimiz mumkin. Bu o'rniga xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin. Hozir men mashinani ko'rinishga qildim. Qilich, super qilich, har qanday bor narsalarni qiyoslanishingiz mumkin. Vizorni ham bu mashinaga modlar qo'shilib qolibdi. Men bitta mod qo'shgandim ammo. Mayli. O'sha bizga kerak bo'lgan mod ham shu yerda, ortiqcha modlar ham qo'shilib qolibdi. O'zim istagan modlar. Zombini epic modini yasagan edim. Mana o'lsa, kilka, ko'p kilka tushyapti ammo. Olmay olamiz. Zombilarni ham spawn oshirganman, ko'rinishini ham o'zgartirganman. Ko'rib turganingizdek olma berdi. Kilka, mayli. Hozirda yashil va qizilmidi. Mana mashina xuddi o'sha bo'lishi kerak. Mana do'stlar. Yoniga boramiz. Drift. Ketdik. Milliardda. Nimaga jon ketdi deyishingiz mumkin. Bu oldingi videoda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Yoniga borsangiz jon oladi bu. Ajoyib mashina ekan. Mod esa shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'ling.